Assalomu alaykum hammaga. Demak, LeetCode masalalarimizga yechishni boshlaymiz. Xo'p, birinchi masalamiz concatenation of array bo'yicha ekan. Ya'ni bu arrayni qo'shish degani. Concatenation degani qo'shish degani. Demak, shartini qisqacha tushuntiraman. Mana bu yerda bor. Bizga array berilgan ekan. Misol uchun 1 2 1 elementlarni tashkil topgan va shuni biz bir-biriga 2 marta ko'paytirib qo'shishimiz kerak ekan. Ya'ni 1 2 1 bu yerda 2 marta yozilib yangi array hosil qilish kerak ekan. Masalan, misol uchun birinchi element bu yoqqa, ikkinchi element bu yerga, uchinchi element bu yerga va mana shu 3 ta element yana o'ng tomondan qo'shilishi kerak ekan va shunda concatenation yuzaga keladi, ya'ni ikkalasi qo'shiladi. Ya'ni arrayni o'zini qo'shish degan ma'noda. Xuddi shunaqa nechta elementdan bo'lishdan qat'iy nazar, uni elementlar ketma-ketligi bo'yicha demak biz ya'ni qo'shsak bo'lar ekan. Ulashishimiz kerak, ya'ni concatenation mana shunaqa. Demak, masala shartini har doim birinchi tushunib olishimiz kerak. Mana bu yerda qisqacha aytib o'tgan, nima qilish kerakligi haqida qisqacha ma'lumot bergan. Misol uchun bu yerda ikkita num arrayni yangi bir array hosil qilib qaytaring deyapti. Xo'p, bu masalani bir nechta usullari bor. Keling bir chekkadan boshlab ko'rib chiqamiz va keyin oxirida bitta optimal yechimni ko'rsatib o'taman. Xo'p, birinchi Pythonda ishlaymiz. Pythonda xo'p. Biz bilamizki, concatenation, ya'ni bu arraylarni bir-birini qo'shishda bizda plus operatori bor Pythonda. Xo'p, biz shuni shunchaki olib return num plus num deb qo'ysak ham bo'ladi. Num plus num, to'g'ri? Chunki nums debmi? Nums array. Misol uchun ishlasak, bu yerda ikkalasini qo'shib beradi. Ya'ni arrayni o'zini qo'shadi. Mana bu yerda ishladi. Endi buni submit qilib o'tirmayman, chunki bunga vaqt ketib qoladi. Shuning uchun keyingisiga o'tib ketaman. Ikkinchisi extend usuli bor. Xo'p, bu extend xuddi plus operatoriga o'xshab ishlaydi. Bular hozirgi demak ko'rsatayotgan yechimlarimni oxirida analitika qilamiz. Time complexity bilan space complexity ni oxirida aytamiz va optimalni ko'proq to'xtalamiz. Xo'p, extendda misol uchun qanaqadir result ochdimda, bu resultimiz nima bo'lishi mumkin? Albatta bu result demak numsdan kesib oladi, to'g'rimi? Ya'ni kesib oladi deganim 0 dan boshlab oxirigacha kesib oladi. Mana 1 2 1 da oxirigacha kesib oladi. Bu degani mana shu. Pythonda shunaqa xususiyat bor. Va ana endi rest qilib extend numsni o'zini berib qo'yaman. Ya'ni bu arrayni o'zini berib qo'yaman. Ya'ni bu array keladi, mana bu yerga keladida va bu array bunga keladi. Tipi shunaqa. Ya'ni ikkalasi qo'shilib natija qaytadi. Shunda return rest qaytarsak, bu run qilsak, hop, bu yerda ishlash kerak bo'ladi. Bunda ham ishladi. Demak, bu tushunarli bo'ldi menimcha. Endi buni commentga olib turaman. Keyingisiga o'tib ketaveramiz. Hop, buni sal surib qo'yaman. Ana endi arrayni modify qilish, ya'ni mavjud arrayni o'zida, ya'ni joyida modify qilish. Bironta bir mana bunga o'xshab qanaqadir arrayni yangi array ochib o'tirmasdan o'zida modify qilamiz, ya'ni o'zgartiramiz degan ma'noda. Xo'p, buni qanaqa qilamiz? Buni o'sha append metodidan foydalanamiz. Biz nima qilamiz? Birinchi o'rinda xo'p, keling len degan, ya'ni uzunligini olamiz. O'sha numsni qanday olinadi? Uzun endi pita olaylik shuni. Len nums, to'g'ri? Demak, bu uzunligi. Uzunligi nimaga kerak? Bizni o'sha uzunligi bo'yicha bitta aylanamizda va o'sha bitta aylanganimizni har bitta elementidan yana bitta qo'shib chiqamiz. Mana shunaqa qilsak, menimcha optimalroq yo'l bo'ladi. Demak, for in uzun. O'rta namni bitta qolaman. Xo'p. Demak, bizga n'gacha bo'ladi. To'g'rimi? Uzunligigacha bo'ladi. Bitta birinchi qolib ketdi uzun. Va shu uzunligigacha bo'ladi. Ana endi biz numsni hop, mana shu arrayimizni yana qo'shib olamiz ustiga. Ya'ni har bitta elementini dastlab olib, n'gacha, ya'ni bu degani nima degani? O'zini uzunligigacha iteratsiya qiladi-da, keyin numsga kelib append qiladi numni. To'g'rimi? Ya'ni dastlab nums degan bizda o'zimiz arrayimiz bor edi, to'g'rimi? Mana bu array bor edi va mana shu arrayga biz yana shu arrayni iteratsiya qildirib, ya'ni yana shu uzunligigacha iteratsiya qildirib nima qildik? Avvaldikda yana shuni qo'shib qo'ydik. Mana shu holat yuz berdi.
Xo'p, bu mana bu narsa uzr indeks bo'lishi kerak. Keling, shuni sal to'g'rilab qo'yaman. Nums I bo'ldi. Tushunarli bo'ldi menimcha. Endi returnda biz qaytaramiz numsni o'zini. Chunki nums bizda o'zgardi. Bu ichkarida o'zgarardi. Ana endi bitta ishlatib ko'rsak. Xo'p. Mana bunday ham ishladi. Demak, bu modifying existing array. Xo'p, menimcha hamma uchta usul ham tushunarli bo'ldi, to'g'rimi? Men bu yechimni yozganman, uzr. Num plus nima edi? Nums edi. Xo'p, mana. Demak, buni ham kamga olib qo'yaraman. Xo'p, endi buni keling bir-ikki tahlil qila olamiz, keyin sirazu asosiy yechimlarimizga o'tib ketamiz. Xo'p, tahlil qiladigan bo'lsak, Pythonda demak, plus operatori bor. Bu optimal yechim bo'la oladi. Xo'p, plus operatori o'sha arraylarni ikkita arrayni concatenate qiladi, qo'shaveradi. Bu ON oladi, chunki bir marta aylanib chiqadida uzunlik bo'yicha, keyin ikkinchi arrayni ham uzunlik bo'yicha ON aylanadi. Va bu O2 va o'zi umumiy o'yinni o'z ichiga oladi. Time ham, space complexity ham. Chunki joyi shuncha ajraladi. Xo'p, bu tushunarli bo'ldi menimcha. Endi ikkinchisi extend nima gap? Extend e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bitta rest degan o'zgaruvchi oldim-ku, resultda. Numsni bir marta kesib oldi. Bir marta kesdi degani bu birdan boshlab 1 2 1, ya'ni uzunligi bo'yicha aylanib chiqdi degani arrayni, to'g'rimi? Aylanib chiqdi, bu uzunlik n deb olaylik. Demak, buni uzunligi n, to'g'rimi? Ya'ni n ta operatsiya bajardi, operation bajardi, to'g'rimi? Va mana shu operationni yana qo'shdi bu yerga. Mana bu extend o'zi ham operation bajaryapti-da, har bittasini o'zini qo'shib chiqdi. O'shanda o2n umumiy o'yin bo'ladi va space complexity ham xuddi shunaqa. Bizda res yangi o'zgaruvchi ochganimiz uchun bu ham o'yin ga o'zgaradi. Lekin mana bu yechimimizda boshqacha bo'ladi. Bunda ko'rinib turibdiki, bitta for loop bo'lgani uchun time complexity nima bo'ladi? o'yin bo'ladi, to'g'rimi? ON bo'ladi va space complexity O1 bo'ladi. Nimaga? O1 bo'ladi. Sababki konstanta bo'ladi. Sababi bizda numsni o'zini oldik-da. Numsga bironta bir o'zgaruvchi olib, resultga o'xshab bironta bir o'zgaruvchiga tenglamadik. Buni joyida o'zgartirdik, ya'ni in place qildik. O'shanda biz space dan yutdik, ya'ni xotiradan ancha ma'lumot yutib oldik. Xotiradan biz resursdan foyda yutdik. Lekin nimadan baribir yutqizganmiz, to'g'rimi? O'yin bitta aylanish bo'lgani uchun. Bu menimcha tushunarli bo'ldi. Xo'p, endi time complexity bilan space complexity menimcha ozmoz tushunarli bo'ldi bu yechimlarda. Endi keling shuni JavaScriptda qilamiz va oxirida optimal yechimlarimizni beramiz. Videomiz sal cho'zilishi mumkin, chunki birinchi video bo'lgani uchun. Xo'p, qarang. Endi concat bor bizda, misol uchun bu concat nima edi? JavaScriptda concat degan metodi bor. Xuddi mana bu Pythonda plus operatoriga o'xshab ishlaydi bu ham. Bunda demak concat deymiz edi. Concat nums deymiz. Ya'ni numsni numsga qo'shgan deymiz. Xuddi nums plus nums borki, xuddi shunga o'xshatdi. Bu ham ishladi, to'g'rimi? Xo'p, ana endi uzr, sal ichkariroq kiritamiz va spread operatori ham bor, bilamiz. Spread operatori qanaqa edi? Spread operatori bundan xuddi shu amalni bajaradi. Bu ham on demak time space complexity larni o'z ichiga oladi. Lekin buni nimasi sal readableroq, o'qishga bir qulayroq bo'lgan nimada. Demak, ikkalasini qo'shganimizda nima bo'ladi? Yangi arrayni bitta ochib olamizda, numsni split qilamiz va buni ham yana bitta split qilib qo'yamiz. Shunda nums elementlarini ochib, numsni elementlarini ochadi, ikkita elementlar ochilib bitta array bo'ladi. Mana. Demak, bu ham tushunarli bo'ldi. Xo'p, ana endi keyingisi modify. Bu ham xuddi shunga o'xshagan. Arraymizga yuqoridagi existing array Pythonda qilganimizdek. Endi bunda faqat sal boshqacharoq, misol uchun len demizda nums lens bo'ladi. Chunki bu JavaScriptda kod sintaksi boshqacha. Mana shu ikki tilda yozsak, ancha-muncha o'rgangan bo'lamiz. Ham uni sintaksini, ham buni sintaksini. Xo'p, uzunlikni olib oldim. Demak, biz nima qilaylik? Let I 0 dan boramiz dedi. Xo'p, demak, uzunligicha boramiz. I++ ketadi. Va bu yerdan endi numsga, o'zimizning numsga bizda endi bunda push metod yordamga keladi. Va ana shu yerda biz nima qilamiz? Nums i'ni qo'shamiz va oxirida returnda nums qaytamiz. Xo'p, ana endi ishlatib ko'rsak kodni, mana bu yerda qanaqadir xatolik bo'ldi degan, qanaqa xatolik bo'ldi? Runtime is not a function deyapti. Uzr, men o'chirib qo'yishim kerak shekilli. Men funksiyada qarab ketibman.
ya'ni lens bu uzunligini aniqlab beradi. Bo'ldi, ishladi. Pythonda buniki boshqacharoq sintaksisi. O'zgaruvchi variabellarni ham esdan chiqarmaslik kerak mana. Demak, biz namni qaytardik. Endi misol uchun keling, shuni o'zida JavaScriptda submit qilib ko'raylik, qani shu yechimni qanaqa olar ekan? Ya'ni optimalroq variantmikan yoki yo'qmi? To'g'rimi? Va keyin oxirida o'zimizning yechimlarimizni beramiz. Xo'p, mana. Qarang, 3 millisekund xotiradan. Endi bu yerda har xil chiqadi o'zi har xil masala yechimlarda chiqadi. Endi buni o'zi qisqacha aytadigan bo'lsam, time complexity on, space complexity o1. Shuni unutmasak bo'ldi, asosiysi shu. Xo'p, mana Pythonda misol uchun endi mana bu Python kodni submit qilsam, ya'ni o'sha yechim modifying the existing array, to'g'rimi? Endi bu yerda mana 100% qarang, runtime xotira boshqacha chiqyapti. O'zi bizni kutganimizdan boshqacha bo'lishi kerak, to'g'rimi? Chunki biz xotiradan bir konstant qiymat bo'lishi kerak-da. Endi har necha marotaba submit qilsa, o'zi mana bu runtime memory hisoblashlar sal o'zgaradi-da. Ana shu uchun shunaqa. Misol uchun mana analysis complexity-ni ko'rsanglar, mana bu yerda O1 bajaryapmiz-da, misol uchun, to'g'rimi? Shuni hisobiga o'zi bu balandroq chiqishi kerak-da, lekin kutganimizdan ancha kam bo'ldi. Mayli, ish qilsa yo'q. Xo'p, demak bu tushunarli bo'ldi. Men bu yechimlarni nimaga berdim? Sababi ikki tilni ham sintaksini yaxshi tushunish kerak. O'sha uchun oddiy nima desa bo'ladi, umumiy ko'p uchraydigan yechimlarni ham berib o'tdim. Lekin optimal yechimimiz bu yerda boshqa. Misol uchun mana solutionga kiramiz. Mana bu yerda bor. Xo'p, birinchi ikkita usul bor bizda optimalroq yechimlardan. Birinchisi, demak, to pass, 2 marta aylanib chiqish usuli bor. Buni ko'rib chiqamiz. Qanaqa bo'ladi bu to pass yechimi? Xo'p, to pass xuddi nimaga o'xshab ketadi? Ya'ni xuddi mana bu extendga o'xshab ketadi, lekin sal boshqacharoq. Ya'ni biz biron o'zgaruvchi ocha olamizda, uni o'zgaruvchi yangi array ocha olamiz va shu arrayni yangi array bu, ya'ni 2 marta aylantirib chiqamiz namsda. Mana bu o'zimizni asli arrayimiz bor-ku, shuni shu listimizni 2 marta aylantirib chiqamiz. Va 2 marta aylanib chiqqanimizdan keyin va uni keyin yana 1 marta aylanib chiqib ichiga qo'shib yuboramiz. Xo'p, demak mana misol uchun bizda indedikda uzr, bu range 2 marta aylanamiz dedik. O'zi to pass solution deydi odatda buni. Misol uchun for demak num demak nums va endi shu numsga append qilamiz numda. Ya'ni numsni o'zi misol uchun unst deb ketay, bu yerda xato ketib qolibdi. Ya'ni mana bu bo'sh array-ku, to'g'rimi? Dinamik array. O'sha bo'sh array va biz ham buni 2 marta aylantirib chiqamiz. Ya'ni mana bu for loopni 2 marta o'tyapmiz-da. Ya'ni o'zi bitta for loop, lekin 2 marta mana bu yerdan sakralyapti. Ya'ni bir marta qo'shib chiqadi, har bittasini qo'shib chiqadi. Mana bunaqa yechim bo'ladi. Ya'ni 1 2 1 bo'ladi. Keyin bu endi bir marta 0 ishlaydi-ku, to'g'rimi? Keyin ikkinchi iteratsiya ishlaydi, 1 ishlaydi. O'sha 1 ishlagandan keyin yana bir marta qo'shadi. Xuddi shunaqa yangi array hosil qiladi mana bunaqa. Bo'ldi. Endi shuni return qilamiz aslan. Xo'p. Mana. Demak, bu yechimimiz ham bo'ldi. Endi siz buni aytishingiz mumkin. Buni nimasi qanaqa? Ya'ni time bilan space complexity qanaqa? Mana men bitta ham yozib qo'yganman. Oyin oladi bu ikkalasi. Xo'p, endi keling one pass yechimini ko'ramiz. One pass qanaqa bo'ladi? Demak, bu tushunarli bo'ldi, menimcha, to'g'rimi? Shunaqa edi, comment. Mana bunaqa edi. Xo'p, comment bilan qolib ketamiz. Passni yozib ketaveramiz. Xo'p. Va oxirgi yechimimiz bu one pass, bir marta aylanib chiqish usuli qanaqa bo'ladi? Bu endi dastlab mavjud arrayni o'rnidan almashtiramiz. Ya'ni men bu o'zi hint berib qo'ygan masalada. Bitta hint bo'lgan 2n dagi size-dagi array yarating va uni nums n ni answer e va answer e plus 1 ga tenglang deyapti n ga. Xuddi shu usulni qo'llaymiz biz. Ya'ni bu to pass solution bo'ladi. Uzr, one pass solution, tepadagi to pass edi. Xo'p, demak bu ham xuddi shunaqa. Bironta bir o'zga demak uzunligini olamiz namsdan. Va endi biz yangi bitta array yaratamiz. Demak, ichi 0 bilan to'lgan array deylik. Misol uchun 0 deymanda ko'paytirilgan.
Hop, mana bitta ko'paytiramiz. 2 kara n ga, to'g'rimi? Uzunligiga. Ya'ni mana shu 2 marta uzunlikda. Misol uchun hozir buni uzunligi 3 ku, to'g'rimi? Shu 6 ta bo'ladi-da. 6 ta nol bilan to'lgan answer array bo'ladi. Bo'ldi. Ana endi shu answer array nima qilib chiqarganmiz? Mana bunaqa enumerate qilib chiqamiz va ikkalasini tenglayveramiz. Enumerate menimcha ko'pchilik biladi. Enumerate bu o'sha Pythondagi nima? Xususiyat. Enumerate. Spellda xato ketish mumkin, shuning uchun kopiya qila olaman. Xo'p, mana. Enumerate bu demak xuddi range ga o'xshab ketadi, faqat range dan ozgina farq qiladi. Bu ikkalasini ham bo'ladi. Ham indeksni oladi, ham value ni oladi. Bo'ldi, endi nima qilamiz? Anst i'sini mana bu yerda aytgan-ku. Anst i'sini, ya'ni i'nchi elementini nums i ga, to'g'rimi? Va nums i plus n ga ham tenglaymiz. To'g'rimi? Mana o'zi bir bo'lib qoldi. N ga tenglayveramiz mana. Anst i'sini anst i plus n, uzr adashib ketdim. Namni anst i'ni namga tenglayveramiz. Teskari qilganman, uzr. Xo'p, mana bu xato ketib qolibdi menda. Tushundiga menimcha, ya'ni anst qiymatini, i'nchi qiymatini va i plus n'inchi qiymati, ya'ni misol uchun bu birinchi qiymat 0 ku, undan keyingi qiymat уже nechinchi indeks bo'ladi? 3-indeksga to'g'ri keladi. Mana bu qiymat. O'sha 3-indeks bu namga tenglandi, yana ko'rdinglar? Ya'ni qayta tenglandi-da. Bu dastlab 0-qiymat, bu 3-inchisi, misol uchun, buni misolida. Mana bunda 0-si 1 bo'lsa, 4-si yana 1 bo'ladi. 4-indeksi. Xuddi mana shunaqa tartibda davom etadi. Misol uchun returnni qaytarsak, anstni qaytarsak, mana bu yerda bizga yechim kerak bo'ladi. Bu ham time complexity bilan space complexity n ga kiradi. Menimcha hammasi bo'ldi. Pythonda bo'ldi. Endi JavaScriptda ham keling shu ikkita yechimni ko'rib qo'yamiz. Mana bu yerda time complexity bilan space complexity. Xo'p, ikkala yechimda ham demak Python kod, JavaScript kodni ko'ramiz. Bu qanaqa bo'ladi? Xo'p, endi buni ham commentga olib qo'yaman. O'z sal comment bo'lib ketdi. Mayli, endi ko'pgina yechim ko'rganimiz uchun sal videomiz cho'zilib qoldi. Keyingi galda boshqacha qilamiz. Xo'p, kelaylik endi JavaScriptni ko'ramiz. JavaScriptda ham xuddi shunaqa, bunda ham xuddi shunaqa mana. Xohlasanglar, buni endi menimcha JavaScript Python tushungan odam JavaScriptni ham tushunadi, to'g'rimi? Sintaksi bir xil, faqat nima deydi? JavaScriptda boshqacha yoziladi. Bu yerda push metodidan foydalanilgan, misol uchun, to'g'rimi? Bo'ldi, men shuni kopiya qilib ishlatib ko'rsatib beraman, chunki vaqt ketmasligi uchun. Ishlaydi hammasi, okey. Tak. Sal ana bo'lib qoldi. Tak. Bu yerda bu yoqqa kelish kerak. Menimcha bo'ldi. Ash indentation ham agar nima bo'lsa xato ketadi-da. Mana ishladi. Demak, bu 2 marta aylanib chiqishimiz. Boyagi narsa, tushuntirgan narsam, to'g'ri? Bunda lekin sal boshqacha bo'ladi. JavaScriptni nollar bilan to'ldirish boshqacha bo'ladi. Misol uchun endi buni mayli kamga olib qo'yaveray. Xo'p, bunda qanaqa bo'ladi dedik? Bunda yana shu uzunlik olinadi, to'g'rimi? Uzunlik olinadi, length qilib. Length qilib olinadi. Va ana endi bizda mana answer qiymat bor-ku, o'shani biz tuza olamiz. Anstimizda new array, ya'ni konstruktor bilan qilinadi bunda. Uzr, kafchi bo'ldi. Array. Bu yerda adashmasam fill bo'ladi, 0. Mana shunaqa shekilli. Mana 2n ni yozmaymiz, chunki buni o'lchovi qanaqa xotira, nechta element sig'adigan, ya'ni 2n ta sig'adigan bo'lish kerak, to'g'rimi? Bo'ldi. Ana endi bu JavaScriptda o'zimizni Pythonda misol uchun enumerate bo'ldi, to'g'rimi? Bunda уже n gacha bo'ladi. Tayyor mana bu yerda operatsiyalari bor. Yuqorida aytgan narsamiz. Faqat sintaksini farqini aytdim xolos sizlarga. Qolgani menimcha tushunarli bo'ladi. Xo'p, okey. Mana tayyor. Endi ishlatib ko'ramiz. Demak, yangi array ochib va buni o'sha elementgacha yana aylantirib va answer yangi qiymatni nullarini almashtirib chiqyapmiz-da. Shuning uchun ikkalasi o'zgaradi. Xo'p, mana shunaqa. Demak, buni ham bitta submit qilamiz va shu bilan bu yechimimiz o'z nihoyasiga yetadi. Xo'p.
Hop, mana. Demak, bu ham ishlandi. Mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Yechimlarni hammasini o'qib va biz buni chek qilib qo'yamiz. Hammaga rahmat.